Ertaga 2025 yil 16 dekabrda RTV kanalida kutganimiz Marjona O'zbek serialining 26 qismi chiqadi va bu voqeani o'tkazib yuborish mumkin emas. Har bir qism bilan bu hikoya yanada chuqurroq o'ziga tortadi. Ehtiroslar girdobi, oilaviy sirlar va kutilmagan burilishlar yurakni tezroq urdiradi. Yangi qismda Marjona jiddiy tanlov oldida qoladi. Eski sirlari yuzaga chiqadi. Yaqin odamlar haqiqiy niyatlarini ochadi. Hayajonli suhbatlar, keskin qarama-qarshilik sahnalari va, albatta, romantika uchqunlari, bularning hammasi qismni mavsumning eng yorqinlaridan biriga aylantiradi. Aktyorlik o'yini yuqori darajada, bosh qahramon har bir hisni shunchalik nozik va samimiy yetkazadiki, beixtiyor unga butun qalb bilan hamdard bo'lasan. Marjona bu oddiy serial emas, bu o'zbek televideniyesining haqiqiy marvaridi. Unda an'analar zamonaviylik bilan chambarchas bog'lanadi, qahramonlar esa tirik va yaqin tuyuladi. Chuqur dramalarni sevuvchilarga tavsiya qilaman. RTVni yoqing va rohatlaning.